Burun bitishi sabablari bir necha xil turlarga bo'linadi. Birinchi shamollash, yuqori nafas yo'llarining shamollashi, ORV, ORZ, adenovirus infeksiyalarida burun bitishi mumkin. Ikkinchi sabablari allergik kasalliklarda, yuqori nafas allergiyasi, allergik rinitlarda burun bitishi mumkin. Xo'p, burun bitishi nimalarga olib keladi? Burun bitish birinchi o'rinda yuqori nafas yo'llarini shamollashiga olib keladi. Burun va burun yondosh bo'shliqlarining surunkali va o'tkir yallig'lanishiga olib keladi. Ular nimalardan asorat berishi mumkin? Bular birinchi o'rinda yuqori nafas burun yondosh bo'shliqlarida Gaymerov bo'shlig'i, yuqori jag' bo'shlig'i, peshona bo'shlig'i, asosiy bo'shlig'i va alorizman bo'shliqlardan iborat. Bularning burun orqali nafas olganda bu yerlarga havo kirib, o'pkamizga o'pkamizga o'tayotgan havoni shu burun yondosh bo'shliqlari ilitib, o'pkamizga musaffo toza havo o'tkazib beradi. Hop, endi burun bitgandan keyin o'ylaymizmi, yo'qmi, avtomatik odam og'izdan nafas oladi. Og'izdan nafas olgandan keyin u havo, sovuq havo, infeksiyali havo to'g'ri o'pkamizga ketadi. Unda filtr bo'lmaydi. Burun orqali olganda albatta filtrlanadi. Endi burun orqali nafas olmagandan keyin burun yondosh bo'shliqlariga havo kirmasligi natijasida u yerda manfiy bosim bo'ladi. Bu manfiy bosim bo'lgandan keyin u yerda o'sha yerdagi infeksiyalar rivojlanishiga sabab bo'ladi. Surunkali rinosinusitlar o'tkir, davolanmay yuradigan bo'lsa, keyinchalik surunkali rinosinusitlarga olib keladi. Xo'p, buning sabablarini davolash endi. Birinchi o'rinda oyoq qo'lni issiq saqlash kerak. Hammamiz shamollaymiz, oyog'imiz issiq, sovuq o'tadi, uni davolashimiz kerak. Xo'p, boshimizga albatta qish kunlarida albatta boshga himoya qilgani bosh kiyimlar kiyishimiz kerak. Eng asosiysi hozir yoshlarda o'rtasida rivojlanib ketayotgan narsa, ertamanda boshini yuvib chiqib ketishadi bolalar, ayniqsa yigitlar, o'smirlar. Bu juda ham noto'g'ri holat deb hisoblaymiz. Buni albatta kechqurun yuvish kerak, albatta sochini quritib yuvish kerak. Ertaman yuvib ketish bu noto'g'ri narsa bu. Xo'p, endi bu kasallik endi asosiy belgilari, burun yondosh bo'shliqlarining asosiy belgilari bosh og'rishi, burun bitishi, burundan shilimshiqli yirilning ajralmali kelishi mumkin. Endi yana davolanmaydigan bo'lsa, borib bu surunkali turiga o'tadi. Keyinchalik bu burundan oqayotgan narsalar hidli ajralmali kelishiga sabab bo'ladi. Endi asosan buni o'tkir paytda davolab olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Eng asosiy davo muolajalaridan biri birinchi o'rinda burunga tomir toraytiruvchilar, ya'ni sosida sujuvchilar deymiz, burun nafas yo'llarimizni ochishimiz kerak. Burun nafas yo'llarini ochsak, burun yondosh bo'shliqlariga havo kirish natijasida manfiy bosim normal holatga kelib, infeksiyaning rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Xo'p, keyin ikkinchisi antibiotik terapiya qilamiz. Endi albatta buni organizmdan, bemordan so'rashimiz kerak, qaysi antibiotiklarga sezgirligi bor, yuqori allergiyasi yo'qmi, ularni so'rab turib, o'ziga mos ravishda antibiotik tayyorlashimiz kerak. Uchinchi o'rinda albatta og'riq qoldiruvchi. Eng asosiy bemorda shikoyat og'riq bo'ladi. Birinchi o'rinda og'riqni qoldirish kerak. Og'riq qoldiruvchi dorilar berishimiz mumkin. Nesteroid, protovaspalin preparatlar deymiz, shularni berishimiz kerak. Keyin umumiy quvvatlovchilar berishimiz mumkin. Umumiy quvvatlovchilar beriladi. Keyin umumiy quvvatlovchilardan keyin qo'shimcha sekretality dori moddalari bo'ladi. Ularni beramiz. U dorilar mana burun yondosh bo'shliqlariga to'plangan suyuqliklarni suyultirish natijasida o'zining kanali orqali chiqib ketish oson bo'ladi. Natijada bu shilimshiqlar yiringli holatga aylanmaydi, yaxshi bo'ladi unda. Xo'p, endi yana nima to'g'risida gapirish mumkin? Endi yana lor kasallaridan asosiy yana burun bitishidan keyin ko'proq yosh bolalarda bo'ladi. O'rta quloqning yallig'lanishi kelib chiqadi. O'rta quloqning yallig'lanishi ham eng asosiy sababi yuqori nafas yo'llarining shamollashi bilan kelib chiqadi. Ya'ni burun bitishi bilan adenoid vegetatsiyasining 3-4 darajalarida kelib chiqishi mumkin. Endi biz bilamiz, nafas olganda mana havoni ma'lum bir qismi yig'istaqi kanal orqali quloqqa havo almashtirish kerak. Endi burun bitgandan keyin yig'istaqi kanalini og'zini to'sib qo'ygandan keyin o'rta quloqqa havo o'tishi buziladi va natijada u yerda infeksiya rivojlanishi o'tkir o'rtayatga olib keladi. Asosiy sabablar bu ko'proq yosh bolalarda bo'ladi. Yosh bolalarda bo'lishining sababi eshituv nayi qisqa bo'lganligi uchun infeksiyaning o'tishiga moyillik yuqori bo'ladi. U paytda endi asosan bolada shikoyat kechasi qattiq og'riq bo'ladi qulog'ida, bezovta bo'ladi, burun bitishiga, subfebril isitma chiqishiga sabab bo'ladi. Endi ko'rganda nog'ora pardani qizarganligi aniqlanadi. Endi asosiy dori bunda ham burunni ochishimiz kerak. Burunga tomir tarayuvchi dorilar tomirish kerak. Albatta keyin quloqni o'ziga mahalliy yallig'lanishga qarshi dorilar, og'riq qoldiruvchilar va antibiotik terapiya qilinadi. Ili virusga qarshi preparatlar ham qilinadi. Albatta bular endi aytyapmiz, bularni bu nazariy narsa, amaliy qilib turib albatta yashash joyidagi lor vrachiga borib albatta ko'rsatish kerak. Ko'rsatib endi bolaning individual holatiga, bemor individual holatiga o'zi bilan gaplashganda,
dorilarga allergiyasi bor yo'qligiga xulosa chiqarib turib, keyin yana individual bemorni o'zi bilan gaplashganda yana qo'shimcha narsalar aytiladi. Hozir biz bu aytayotgan narsalarimiz umumiy hisoblanadi. Shuning uchun bu umumiy o'z bemorlar xulosa chiqarishga o'ziga yaxshi bo'ladi. Endi yana ko'proq bitta narsa bo'ladi bizda praktikamizda burniga ko'proq mana juda ko'p bemorlarimiz mana bozorlarda, attallarda bo'ladi, burun akadigan, burunga otadigan xashakli o't bo'ladi. Tikanak o'tda kukuni deyiladi. Buni ko'proq hideydi, burniga otadi. Shunaqa mahalliy qilib qilishadi. Albatta boshida bu narsa yuqori nafas yo'llariga, ayniqsa burun chig'anoqlariga nihoyatda yuqori darajada allergiya beradi. 2 kunlab, 3 kunlab bu bemorning burnidan o'ta ko'p suvli ajralmalar o'ta ko'p keladi. Endi bemor o'ylaydi, mendan polni suyuqlikdan chiqib ketyapti degan fikrga boradi. Bu noto'g'ri fikr. Bu allergiyada ajralayotgan suyuqliklar hisoblanadi. Buni endi asoratlaridan bitta narsani yuqori nafas yo'llari, hiqildoq, halqum shilliq qavatlarini, burun shilliq qavatlarini o'ta ichirib tashlash natijasida bemorda nafas olish qiyinchilashib, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Kimgadir foyda qiladi, lekin asosiy biz mutaxassislar bunga tavsiya qilmaymiz. Asosiysi allergiya berib yuborishi mumkin. Yuqori nafas yo'llarida hiqildoq shilliq qavatlarning ishishi, burun shilliq qavatning ishlashida bemorda hayotiga og'ir holatlar olib keladigan bo'lishi mumkin. Mana biz shoshilinch tez yordam navbatda turamiz. Ko'proq kasallar keladi. Albatta to'g'ri reanimatsiyaga olib kirib, intubatsiya qilib, kuchli dorilar qilib ishqlarni qaytargan holatlarimiz ham bo'lgan praktikamizda biz. Bu endi noto'g'ri holat. Albatta mahalliy lor-vrach turib, buni sababini aniqlashga, nima kasal bo'layotganligini. Endi yana lor-vrachlarda uchraydigan asosiy kasallardan bittasi murtay bezini yallig'lanish, ya'ni xalq tilida angina deymiz. Angina bezini yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Albatta hozir bu ham eng asosiysi o'ta sovuq ichish, oyoqdan sovuq o'tish. Mana hozir yoshlarimiz nimalarga rujuk qo'ygan? Mana hamma har xil napitkalar, Pepsi, Cola, har xil flesh, muzdek qilib ichishadi. Albatta bu murtay bezining yallig'lanishiga olib keladi. Bunda nihoyatda yuqori temperatura bo'ladi bemorda. Hattoki ovqat yeyishga qiyin bo'ladi, bir qultum suv ichishga qiyin bo'ladi. Bemorda umumiy intoksikatsiya, isitmasi, ya'ni tana temperaturasi 39-40 darajadan yuqorida bo'lib ketadi. Haqiqatan sudrujniy sindrom yo'qmi, talvaza sindrom berib yuborishi mumkin endi bu. Endi keyin biz yaqinda yana u narsalarda ko'proq angina bezda biz xalqlarimiz ko'proq nimada issiq narsa ichishni tavsiya qiladi. Bu ham albatta noto'g'ri hisoblanadi. Issiq narsa, tomoqni kuydirib ichish bu mumkin emas. Albatta iliq choy ichish mumkin, dog' suv ichish mumkin. Iliq holatda, temperatura bilan bir, issiq ham, sovuq ham bo'lmasligi kerak. Endi keyin u anginada endi bu yuqumli kasal hisoblanadi. Ko'p nimalarimiz buni yuqumli kasalliklarini uncha bilmaydi. Albatta bu angina kasalligi infeksion allergik kasallik hisoblanganligi uchun atrofdagi farzandlariga, oshna-og'aynilariga, oila a'zolariga yuqishi mumkin. Albatta buni birinchi o'rin izolyatsiya qilib, idish tovog'ini alohida qilib, albatta lor-vrach infeksiyani birga ko'rib turib, uni davolash muolajalari qilinadi. Endi davolash muolajalari umumiy quvvatlovchilar, antibiotiklar, og'riq qoldiruvchilar qilinadi. Ko'p suyuqlik ichish tavsiya beriladi. Keyin yana bu tomoqda anginani artish mumkin emas. Ko'pchilik Lugolda artadi, bu ham noto'g'ri narsa. Artish umuman mumkin emas. Yumshoq narsa, iliq narsa yeyish kerak. Suyuq choy, suyuq ovqat, nonlarni ham hattoki uyutib yeyishga tavsiya beriladi. Yoshligimizda yod qilishardi, yo'q, endi u narsa boshqa narsa. Bu haqiqatan yod, spirt ham artishadi. Ya'ni aytadi, aviatsionni kerosinda artadi deydi. Bu yo'q, bu narsa noto'g'ri narsa. U aviatsionni kerosinda artish mumkin emas. Endi Lugolda artadigan kasallari bor, u alohida boshqa kasal, angina emas. Atrofitskiy faringi degan kasallik bo'ladi. Tomoq qurushi shunda albatta Lugolda artsa bo'ladi, lekin angina kasallarida artish mumkin emas. Demak, xato qilishgan ekanda biz misol uchun yodmidi? Yodda artadi, spirt artadi, Lugolda artadi, ularmi? U boshqa kasalda artadi endi uni. Endi bu artgandan keyin olib kelishi mumkin. Peritonzillar abses deymiz. Ezib artganning natijasida angina bezidagi infeksiya, ya'ni yiringlik hosila paratonzillar sohagan anginani atrofidagi to'qimalarga tarqalish natijasida paratonzillar abses degan asoratga olib keladi. Paratonzillar abses bo'lgandan keyin albatta bu jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Bu paytda uni bemorni jarrohlik yo'li bilan ochib, yiringni tortib, nimalar ancha bemorga qiyinchilik tug'diradi bu. Albatta endi hozir hamma kasallarni ham vaqti bo'lmaydi, murojaat qilgan, uchrashgan vaqti bo'lmaydi, ish boshqa bo'ladi. Albatta hozir bizni zamon talabi bo'lyapti. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham vrachlar bilan muloqot qilish yo'lga qo'yilyapti. Bizda ham mana Telegram, WhatsApp, Instagram orqali savollar bersanglar, harakat qilamiz imkon qadar tushuntirishga. Baribir ham lekin vrachning huzuriga borib, o'zi bilan ko'rishib, ketmaydi baribir.
bu endi yordamchi narsa, vaqtga qarab qilsa bo'ladi, lekin albatta vrachga uchrab o'zi bilan muloqot qilganingiz ming qadar yaxshi hisoblanadi.